Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama al-Maqdisi Bab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ve toğru yolda bolgan xalifelerning vafoti to'g'risida. Barcha ahvollarda Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Hammaga ma'lumki, Alloh taolo uchun maxluqotlar ichida Rasulullohdan suyumli kerak hech kim yo'qdir. Shundaq turib Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ajali tushqanni kechiktirmay ilib ketdi. U zot o'lim ag'riqini tortdi. Imom Buxoriy o'z Jami'us Sahihda Aysha raziyallohu anhadan rivoyat qilgan hadisda Aysha onamiz mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldida yog'ochdan yoki teridan yasalgan ichida suva bir qoch bor edi. U zot qo'lini qochiga tiqib, qo'li bilan yuzini surtib, Allah'tan başqa ilah yo'qdir, o'limning haqiqatan sakrat ag'riqlari bordir dedi. Buxoriydagi yana bir hadisda Anas raziyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kesli ig'irlashganda ag'riq Rasulullohni arlab qattiq bearam qilg'il turdi. Qizi Fatima raziyallohu anha voy otamning bearamligi tegilib turgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga "Endi bugundan keyin otingizga bearamlik yo'q" dedi. İbn Mas'ud raziyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Biz onamiz Aysha raziyallohu anhaning uyiga to'plandik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga qarab yosh to'kdi. Ondan bizga o'zining o'lim xabarini yetkazib, "Xush kelibsizlar. Allah taolo sizlarni salomat qilsin, sizlarni o'z panohida saqlasin, sizlarni jam qilsin, sizlarga yordam bersin. Sizlarni yaxshi ishlarga muvofiq qilsin va sizlarga manfaat bersin, maqominglarni ko'tarsin, sizlarni sog'lom qilsin. Sizlarga Alloh taolodan qo'rqishni vasiyat qilman. Alloh taologa sizlarni topilayman va topshirman" degan edi. Biz: "Ey Rasululloh, bu ajal xabarimi?" dedik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ajal yaqinlashdi. Alloh taolo tarafga Sidratul Muntahaga, Jannatul Ma'vaga, Ali Firdavs jannatiga qaytish vaqti yaqinlashdi" dedi. Biz: "Ey Allohning elchisi, janoblarni nimada kepallaymiz?" dedik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Xohlasanglar mening bu kiyimimda yoki Yamandan keltirilgan yo'lliq to'nda yoki oxirangda kepallanglar" dedi. Biz: "Ey Allohning rasuli, namozlarni kim tushirsin" dedik va yig'ladik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Aldirmanglar. Alloh sizlarga rahmat qilsin, sizlarga payg'ambaringlardan yaxshi mukofot bersin. Meni yuvib kepallab bo'lgandan keyin qabrimning yenidagi ushbu taxtiravonga qo'yinglar. Ondan yenimdan bir muddat chiqib turinglar. Chunki mening namozimni avvalo do'stim va yorinim Jibril alayhissalom, ondan Mikail alayhissalom, ondan Isrofil alayhissalom, ondan Azroil va ondan boshqa ko'p farishtalar tushirdi. Uningdan keyin sizlar mening yenimga to'p-to'p bo'lib kiringlar, ondan namozimni tushiringlar va salom yo'llanglar. Meni madiyalash yoki dod faryod chekish yoki un silib yig'lash bilan menga aziyat bermanglar. Men avval ahli baytimdan erlar namoz o'qisin, ondan ularning ayollari, ondan sizlar namoz o'qinglar. Sahobalarimdan bu yerda yo'qlarga va mening dinimga qiyomat kunigacha ergashganlarga salomimni yetkazib qo'yinglar. Bilinglarki, men islomga kirgan har bir kishiga salom yo'llaganimga sizlarni guvoh qilman." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lishdan 3 kun burun uning yeniga Jibril alayhissalom kirib mundaq degan edi: "Ey Ahmad, Alloh taolo ahvolingni bilib turib, meni yeningga o'zingni qanday his qilyapsan deb so'rab beqishim uchun avatdi" degan edi Rasululloh. "Ey Jibril, o'zimni qayg'uli his qilyapman. Ey Jibril, o'zimni dard alamga mubtalo bo'lgan holatda his qilyapman" dedi. Jibril alayhissalom ikkinchi kun kelib yana shundoq degan edi. Rasulullohga o'xshash javobni berdi. Jibril 3-chi kuni yana kelib so'zni qaytaladi. Rasuli akrammo yana o'xshash javobni berdi. Shu vaqtda o'lim farishtasi kirishga ruxsat so'radi. Jibril alayhissalom: "Ey Ahmad, hozir o'lim farishtasi yeniga kirishga ruxsat so'rayotdi.
Senden ilgir bir adamның yeniq kirishga ruxsat so'rab baxmagan va sendan keyin bir adamның yeniq kirishga ruxsat so'ramaydi, dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kirsin dedi. Ölüm pərishtisi kirib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamның oldida turib, meni yeningga Alloh taolo avatdi va meni sana itoat qilishga buyurdi. Agar jiningni ilishimga buyursang, jiningni olaman. Agar jiningni almaslikqa buyursang, almayman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ey ölüm pərishtisi, shundoq qilamsan?" degan edi. Ölüm pərishtisi, "Men sana itoat qilishga buyurildim" dedi. Jibril alayhissalom, "Ey Ahmad, Alloh taolo seni sevindi" dedi. Rasululloh, "Ey ölüm pərishtisi, buyurilgan ishni ijro qilgin" dedi. Jibril alayhissalom, "Sana salom ey Allohning payg'ambari. Bu mening zimindagi eng oxirgi qadamimdir. Men dunyoga seni deb tushatdim" dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ayşe raziyallohu anhaning ko'ksiga yo'langan holatida vafot bo'ldi. Shu chaqda uning ustida yamoq silingan bir usti kiyim va qilin bir tambal bor edi. Fatima raziyallohu anha otasi sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lganda mundaq marsiya o'qigan edi. Chaqirgan Robbiga ijobat qilgan dadam, o'rni firdavs jannati bo'lgan dadam, Jibrilga o'lim xabarini yetkizmiz, Robbiga bak yaqin bo'lgan dadam. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dafn qilinganda Fatima raziyallohu anha, "Ey Anas, Alloh Rasuli sallallohu alayhi va sallamning ustiga to'pichish qandoq ko'nglinglar unidi" dedigan. Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga marsiya o'qib mundaq degan. Nabiyimni ko'rganimda yotar ardi. Amdi kangri zimin manga tar bo'ldi. Haq Rasulga shaydaydim, bek chujudim. Darmonim yo'q, bash azoyim sunda qoldi. Qiyiridingmi qara tuproq alar do'stum. Chekib hasrat yolg'izlik ajab bosdi. Va darha habibim o'lmay turib, iz qoldirib qabrimda tosh yossaydi. Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhuning vafoti to'g'risida. Abul Malih raziyallohu anhu aytadi, Abu Bakr raziyallohu anhu vafot yaqinlashganda Umar raziyallohu anhuni chaqirib kelishga odam avatdi. Umar raziyallohu anhu kelganda Abu Bakr raziyallohu anhu uningga mundaq dedi: "Men sana vasiyat qilmoqchiman, uni qabul qilgin. Kechida Alloh taolaning kunduz qabul qilmaydigan haqqi bo'ladi. Kunduzda Alloh taolaning kechisi qabul qilmaydigan haqqi bo'ladi. Farzni ado qilmoqcha Alloh taolo nafl amalni qabul qilmaydi. Oxiratda tarozi ig'ir kelgan kishilar ular dunyoda haqqi agashganligi va haq ularga ig'ir bosganligi uchunlar tarozi ig'ir keladi. Haqiqat qo'yilgan tarozining ig'ir kelishi haqdir. Tarozi yengil kelgan kishilarning tarozi ularning dunyoda botilga agashganligi, botilning ularga yengil bo'lganligi uchun yengil keladi. Batil qo'yilgan tarozining yengil kelishi haqdir. Banda Alloh taolaning rahmatiga qiziqquchi, azobidan qo'rqquchi bo'lishi, nafsini halokatga tashlamasligi va Alloh taoladan xato umidlarni qilib qolmaslik uchun Alloh taolaning umid oyatini qattiq tahdid oyatining qishida, qattiq tahdid oyatini umid oyatining qishida tushirganligi qarg'ini. Sen buning bu vasiyatin bo'yicha ish qildigan bo'lsang, ko'zing ko'rmagan narsalar ichidan sana o'limdan suyumlik bo'lmaydi. Chunki sen uni hamon tetimay qolmaysan. Agar sen bu vasiyatimni zoyi qildigan bo'lsang, ko'zing ko'rmagan narsalar ichidan sana o'limdan yomon ko'rildigini bo'lmaydi. Sen uni hamon tetimay qolmaysan, sen uningdan qochib qutula olmaysan. Darlaki Abu Bakr raziyallohu anhu o'lim kelganda Ayşe raziyallohu anha bu beytni o'qigan ekan. Qasam qilaman, yosh yigitga hech asqatmas boyliq,
jon chiqib halqumga kelib ko'ksi siqilganda qattiq. Abu Bakr raziyallohu anhu buni anglab, yuzini ichib, undaq emas, mundaq dang dedi. Ölümning sakrati haqiqatni ilib keldi. Yeni oxiratni inkor qilguvchi oxiratning dahshatini aniq ko'rdi. Sen uningdan yana ölümdan qachatding. Abu Bakr raziyallohu anhu yana mening bu ikki kiyimimga qaranglar, ikkisini yuvib, meni shuningda kepallanglar, chunki tirik kishi o'likka qaraganda yangi kiyimga bekrak muhtojdir dedi. Ömer ibn Xattab raziyallohu anhuning vafoti to'g'risida. İbn Ömer raziyallohu anhuma mundaq degan. Atam Ömer raziyallohu anhuga xanjar urilgandan keyin uyga ilib kelindi. U shu xanjar zarbasi bilan vafot bo'lgan edi. Bir kuni atam bishi mening ko'ksimga yo'langan holda menga mangzimni yerga qo'ygin dedi. Men bishing mening ko'ksimda bo'lsin yoki yerda bo'lsin o'xshash emasmi dedim. Men uni meni malol qilmaslik uchun dedi deb o'ylab, uning degan bo'yicha qilmagan edim. Ömer, "Hey yetim, mangzimni yerga qo'ygin. Rabbim menga rahim qilmasa, voy mening holimga, voy onamning holiga" dedi. Yana rivoyat qilindiki, Umar raziyallohu anhu xanjar urilib uyga ilib kelingandan keyin kishilar kelib uni maqtadi. Kelganlar ichida bir yosh yigit bor edi. U yosh yigit: "Ey mu'minlarning amiri, Allah Taala tarafdan kelgan bishoratga xushal bo'lgin. Sen payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga hamroh bo'lding. Men sening islomga boshdan kirganligingni bilaman. Ondan sen xalifa qilinding va adil bo'lding. Mana endi shahidlikka noil bo'lsan" dedi. Umar, "Men bu ishlarning mening nazinimga va na foydamga bo'lishini arzu qilmayman" dedi. Ondan: "Ey Abdullah ibn Umar, müminlarning onasi Aisha raziyallohu anhaning yeniq barg'in va uningga Umar sizga salom deydi deyin. Müminlarning amri salom deydi demagin. Chunki men bugun müminlarning amri emasman." Aishaga yana Umar ibn Xattab o'zining ikki amrayining yeniq dafn qilinishiga ruxsat so'raydi degan dedi. Shuning bilan Abdullah ibn Umar yurib ketdi va salom qilib Aishaning yeniq kirishga ruxsat so'radi. Ondan Aishaning yeniq kirdi. Aisha o'ltirib yig'layotgan edi. Abdullah ibn Umar Aishaga: "Umar sizga salom deydi va ikki amrayining qashiq dafn qilinishiga sizdan ruxsat so'raydi" degan edi. Aisha: "Shu o'rinni men o'zimga qoldirgan edim. Bugun u o'rinni Umarga o'tinaman" dedi. Abdullah Aishaning yenidan kelganda Umarga "Abdullah ibn Umar keldi" deyilgan edi. Umar "Meni ko'taringlar" dedi. Ondan uni bir odam o'ziga yo'lab turg'izdi. Umar "Qandoq bo'ldi" dedi. Abdullah ibn Umar "Murading hosil bo'ldi. Aisha sening payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Abu Bakr raziyallohu anhuning yeniq dafn qilinishini ruxsat qildi" dedi. Umar "Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Menga buningdan suyumlik hech narsa yo'qdir. Men o'lgandan keyin jinozamni ko'taringlar, ondan Aishaning uyiga berib Aishaga salom qilinglar va Umar ibn Xattab kirishga ruxsat so'raydi danglar. Agar Aisha ruxsat qilsa, meni uyga kirgizinglar, agar rad qilsa, meni musulmonlar qabristonligiga dafn qilinglar" dedi. Muslimda rivoyat qilingan Misvar ibn Mahrama raziyallohu anhuning hadisida Umar raziyallohu anhu: "Alloh taolo bilan qasamki, agar mening ziminga liq kelgudek oltinim bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloning azobi kelishdan burun uni sadiqa qilib atgan bo'lardim" degan. Yana bir rivoyatda Alloh taolo bilan qasamki, agar chiqqan quyoshga yoki patgan quyoshga shohid bo'lgan narsalar, ya'ni hamma narsa mening bo'lgan taqdirdimi, albatta uni o'limning qo'rqinchisiga fidya qilgan bo'lardim degandir. Osman raziyallohu anhuning vafoti to'g'risida. Osman raziyallohu anhuning ayoli Naila bint Farafisa raziyallohu anha mundaq degan: Osman o'ldirilishdan bir kun ilgari ro'za tutgan edi. İftar vaqti kelganda uyni qo'rishib olganlardan tatliq suv berishni talab qildi, ammo ular bermadi. Osman shu sababdan iftar qilmay uxladi.
Səhər vaxtı bolğanda mən ögüzümüz tutaş ayal qoşunlarımның öyleriga kirib tatlıq su so'radim. Ular men kichik bir sapal qachida su berdi. Men suni uyga ilib kelib Osmanni midirlatgan edim. U o'yg'andi. Men mana tatlıq su dedim. Osman bishini ko'tarib tongga qaradi va men ro'z tutdim. Menga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu to'g'risidan ko'rindi. Uning qo'lida tatlıq su bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam menga ichgin dedi. Men su ichib qandim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana ichgin dedi. Men yana ichib ikkinchi qatim suga qandim. Ondan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu kishilar seni inkor qildi. Agar ularga qarshi urushsang, ular ustidan g'alaba qilsan, agar urushmasang, bizning qishimizda iftor qilsan dedi. Osmanning ayoli deydi, ular shu kuni kirib Osmanni o'ltiribdi. Alah ibn Fuzayl dadasining mundaq deganligini rivoyat qildi. Osman ibn Affan radhiyallohu anhu o'ltirilgandan keyin ular uning ochliq singini aqtirdi. Ular sangdan qulub silingan bir sanduqni topdi va sanduqni ochdi. Sanduqda bir kichik qachida bir varaqchi bor bo'lib, varaqchida munula yozilgan edi. Bu Osmanning vaziyatnomasidir. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Osman ibn Affan guvohlik berdi-ki, Alloh taoladan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Muhammad Allah Taala'nın bendisi ve Allah Taala'nın elçisidir. Cennet haqdır, cehennem haqdır. Buluşu şeksiz bir günde Allah Taala kabirlerdeki ölüklerini tirildirip çıkırdı. Allah Taala vədisi xilaflık kılmaydı. Biz bu guahlık özürü yaşayımız, şu guahlık özürü ölümüz ve şu guahlık özürü tirilimiz inşallah. Ali ibn Abu Talib raziyallahu anhu'nun vafati. Şa'bi rahimahullah mundaq deydi. Ali raziyallahu anhu qilich urilgandan keyin, "Men qilich urg'uchiq nim bo'ldi?" degan edi. Ular "Biz uni tutdik" dedi. Shuning bilan Ali raziyallahu anhu "Uni mening tamoqim bilan tamoqlandiringlar, ichimlikimdan ichiringlar. Agar men yashab qolsam, uning oqibatiga o'zim qaror qilaman. Agar o'lib ketsam, uni faqat qilich bilan bir qatimli uringlar. Onundan ziyoda urmanglar" dedi. Ondan o'g'li Hasanga o'zini yuyishni vasiyat qildi va mundaq dedi: "Kipanni bek qimmat qilmag'in. Chunki men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kipanni bek qimmat qilmanglar. Chunki kipan noyit tiz tortildi deganligini angladim. Meni ilib manganda bek tiz yoki bek asta ilib mangmanglar. Agar yaxshilik bo'lsa, meni yaxshilikqa aldirab apargan bo'lasizlar. Agar yomonlik bo'lsa, meni muranglardan tashlagan bo'lasizlar." Rivoyat qilindiki, Ali raziyallohu anhu qilich urilgan kechasi tong atganda Ibn Tayyah Ali raziyallohu anhuning yoniga kelib, uni namozga uyg'otdi. Ali eg'ir yotgan edi. Ikkinchi qatim yana keldi, Ali ilgirki holida edi. Uchinchi qatim yana kelganda Ali o'rnidan turib, mang'ach mundaq dedi: "Kergin o'limga ko'ksingni, ölüm uçraşqıcıdır sana. Taşla ölümdün zarlanışыңni, düşken bolsa özenge ana." Ali masjidning kichik eshigining yeniq kelganda Abdurrahman ibn Muljam degan xavarij hujum qilib, uningga qilich zarbasini urdi. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim bisilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.